Fizik kultura o'qituvchisi Yuriy Markov üz qo'li ostida tarbiyalanuvchilarga so'nggi kengashlarni beradi. Kamilla kelajagin harbiy hunar bilan beylarga tilamasa-da, miltiqdan otuv o'z-o'ziga ishonchni orttiradi deb sanaydi. Мне нравится стрелять. Menga otuv mishinga ilagi bek ishi. Yarışlarda birinchi topqir. Maktabda ko'nikmalar yasaymiz. Men sho'ng'ida da yirim, voleybolda o'ynayman. İkisi sinov uchun ishisiz zachot. Mishinga otuv tartibi shunday. Tavakkallik ham ideal tinliq. Miltiq tutgan yosh armiyachilar yuzlari jiddiy. Qo'lda qurol bo'lganda shoyararga yaramaganligini ular yaxshi bile. Yarışlar talabida qiz har harakatni o'qituvchilari kuzatib tura. Nataliya Syomochkina uchun to'lqinlanuv ortda. Я научилась стрелять в лагере. Men lagerda yo'l etkanda miltiqdan otarga o'rgandim. Otuv yarışlarında birinchi topqir qatnasham. Buyuk yaxshi ota bilmasamda jingasim kela. Kadet maktabida o'quv tilagim zo'r. Kelajakda harbiy hunar o'zlashtirishga xayollanam. Otuv yarışları Nurlat için yo'ng'alik tugul. O'quvchilar orasida bunday bir sinov yish uza, lekin Nurlat harbiy komissari prizini tevgi topqir. Yarışlar bağışlanma bizim armiya barlıqqa keluvine 100 yıl hem harbiy komissariyatlarının barlığına 100 yıl. Yarışlardan so'ng biz o'zimizning kimni o'rinlarini belgilaymiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar absolut jenguvchiga endi переходящий kubok beramiz. Patriotik tarbiya beru harbiy hunarlarni populyarlashtirishga yo'naltirilgan bu yarışlar traditsionga aylanib ketdi.